Assalomu alaykum. Efirda UzEx xabarlari. Bugungi dasturimizda birja yangiliklari hamda 2025-yil davomida birja rangli metallar bozorida shakllangan holatlarni ko'rib chiqamiz. Dasturimiz avvalida UzEx birjasining barcha savdo platformalarida o'tkazilgan savdo natijalari va narxlar dinamikalari bilan tanishib olishingiz mumkin. Bu birjaning o'tgan haftadagi asosiy indikatorlari edi. Endilikda birja yangiliklari bilan tanishtirib o'tamiz. 2025-yil yakunlariga ko'ra, O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasining elektron savdo platformasida qishloq xo'jaligi mahsulotlari savdosi barqaror o'sish dinamikasini namoyon etdi. Xususan, eng yirik bitimlar pista, guruch, kartoshka, qayrag'och ko'chati va kunjut urug'i kabi qishloq xo'jaligi mahsulotlari bo'yicha amalga oshirildi. Bu esa platforma orqali talab yuqori bo'lgan mahsulotlar savdosi faol kechayotganligini ko'rsatadi. Hisobot davrida mazkur platformada jami 1000 nafardan oshiq ishtirokchi faol qatnashdi. Ularning 600 nafardan ortig'i sotuvchilar, 400 nafardan ortig'i esa xaridorlarni tashkil etdi. Bu elektron savdo mexanizmining shaffof va raqobat muhitini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etayotganligini tasdiqlaydi. Biz birja bozorining alohida segmentiga o'tamiz, xususan 2025-yilning rangli metallar birja bozorini ko'rib chiqamiz. 2025-yilda rangli metallarning ichki birja savdolari orqali sotilish hajmi 126,3 ming tonnadan ortiqni tashkil etdi. Bu 2024-yilga nisbatan 3,3% ga ko'pdir. Rangli metallarni sotish tarkibidagi eng katta ulush katodli misga to'g'ri keldi. Uning ulushi 68% ni tashkil etdi. Keyingi o'rinlarda rux 27% ulushi va mis o'ramasi 3% ulushiga ega. Qolgan rangli metallarning ulushi 1% dan pastdir. Birjada shakllangan bozor konjunkturasiga ko'ra, mis mahsuloti ichki bozordagi talab va taklifga asoslangan holda hamda jahon bozorlari tendensiyalariga muvofiq o'zgaruvchan dinamikani namoyon etdi. Xususan 2025-yil yanvar oyida misning o'rtacha narxi 127,2 million so'mni tashkil etdi. Fevral oyidan boshlab narxlar 131,6 million so'mgacha ko'tarila boshladi va mart oyida 1 tonna uchun 135,3 million so'mni tashkil etdi. Aprel oyidan avgust oyigacha narxlar 1 tonna uchun 134 million darajasida saqlanib qoldi. Keyingi oylarda narxlar 1 tonna uchun 138,6 million so'mdan 149,8 million so'mgacha ko'tarildi. Bu o'tgan yilning eng yuqori ko'rsatkichidir. Shuningdek, alyuminiy bozorida narxlar biroz o'zgaruvchanligi qayd etildi. Yanvar-iyun oylarida o'rtacha narx 1 tonna uchun 28 milliondan 29 million so'mgacha bo'lgan. Keyin iyul-dekabr oylari oralig'ida narxlar 1 tonna uchun 32 million so'mgacha ko'tarildi. Rangli metallarning birjada xarid qiluvchi xaridorlarning hududiy tuzilmasida Toshkent shahri va Toshkent viloyati yetakchi o'rinni egallaydi. Umumiy savdo hajmining qariyb 90% ni tashkil etdi. Keyingi o'rinda 6% ulushi bilan Samarqand viloyati egallagan. Andijon viloyatining ulushi esa 3% ni tashkil etdi. Bu yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarimiz edi. Birja kotirovkalarini kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.